Ishonish qiyin, bu MITdagi birinchi kunimiz. Kela qoling-chi. Qani o'zing hayotiy mobaynida umuman xursand bo'lmagandek ko'rsat. Buni qila olmayman. Ha, buni bilgandim. Salom. Men ismim Peter Parker. Meni eslolmaysiz, lekin biz bir-birimizni taniymiz. Bir yomon hodisa bo'lganda va uni to'xtatishning yagona yo'li hammaga meni unuttirish edi. Chunki men oddiy Peter Parker emasman. Men o'rgamchak odamman. Nima bola Frank? Hozir meni urib yubording. Yig'lashni bas qil. O'zing bilasan. Enangni Uyingga bor. Va ba'zida o'rgamchak odam qiyin ishlar qilishiga to'g'ri keladi. Hattoki bundan Peter Parker aziyat cheksada. Menga nima bo'lyapti? Yo xudoyim. Kechirasiz, doktor Benner. Menga yordamingiz kerak. Isming nima edi? Agar DNK mutatsiyaga uchrasa, bu juda ham xavfli bo'lishi mumkin. O'rgamchaklarning 3 ta hayot g'ildiragi bor. Qachonki g'ildiraklar o'rtasida, bu o'rgamchak tahdidlarga qarshi himoyasiz qoladi. Agar xavfga duch kelsak, uni boshqara olmaymiz. Hatto biz ko'ra olmaydiganlardan biri yo'limdan qoch. Buni yo'qotding bolakay. Va buni yengib o'tadigan o'rgamchaklar uchun bu bir xilga teng. Qayta tug'ilish. Chiroyli gul ekan. Ha, bu sovg'a. Men ham joyman. Men shunchaki narigi tomondagi qo'shningizman. Mehribon qo'shni ekan.